Ozg'unligi tufaylidan yer tevrash bilan yiltizidan qurtulgan Samud qavmining payg'ambari Solih alayhissalom. Hazrati Odamning 19-navrasi hisoblanadi. Solih alayhissalom Samud qavmiga avatilgan bir payg'ambardir. Bir rivoyatga qaraganda Nuh, Hud, Solih va Shuayn alayhissalomlarning qabrlari Makkada Zamzam quduqi bilan maqomi Ibrohimning orasida. Samud qavmining halok bo'lishi tarixda mashhur bo'lgan bir qavmdir. Qur'on Karimning ko'plagan suralarida iymon etmaganligi va tugumas ozg'unligi bilan haddidan oshganligi uchun halok qilingan bu qavm haqida to'xtaladi. Bu qavm Nuh alayhissalomning o'g'li Somning nasldan kelgan Samudning qavmidir. Hazrati Nuh vafot bo'lgandan keyin Samudning navarlari Arabistonning shimoliy qismidagi Sham bilan Hijoz orasidagi Hijr degan joyga yerlashgan. Xili vaqtdan keyin bu yerdan ayrilib, Ad qavmining bilgisiga yerlashgan. Samudning nasli ko'payib, bir qavm holiga kelgan. Bularga Ad soni, ya'ni ikkinchi Ad ismi berilgan. Samud qavmimi Ad qavmi ega bo'lgan ne'matlarga ega bo'lgan. Lekin ularmu Ad qavmiga o'xshash g'aflat va ozg'unlikka tushgan. Ad qavmining halok bo'lishini ozg'unligi sababidan kelgan ilohiy azobdan boshqa bir sababga bog'lab, g'aflat bilan to'lgan rohat, farog'at ichida Ad qavmi chidamliq va bardoshlik beraligidek binolar salmaganligi uchun halok bo'ldi. Chunki ular uyini qum ustiga solgan. Biz bardoshlik beralaydigan qattiq toshlar ustiga soldik. Chiqqan bo'ron chopqinlardan hech qanday ziyon zahmat ko'rmaymiz, deyishgan. O'ziga saroy va qasrlar bino qilgan. Toshlarni uyib, ularga yangi shakllar chiqarib, saroy va qasrlarni har turli shakllar bilan zinnatlagan. Tavhid e'tiqodini unutib, Allohga sherik keltirib, o'zlari yasagan butlarni ilohlashtirgan. Qavmning raisi Janda edi. Ad qavmining duchor bo'lgan oqibatidan ibrat olmagan Samud qavmi o'z ichida maslahatlashib, Jandadan o'ziga hech bir qavmda ko'rilib boqmagan bir but yasashni talab qilgan. Jandan buningdan intayin xursand bo'lgan. Taq chiqib, intayin cho'ng bir xada toshni qirib, bu toshqa ko'z, kala maydisi va otning oyoqlariga o'xshash shakllar berib, uni oltin kumush va turlik unchi maravoyat bilan bizigandan keyin oldiga kelib sajda qilgan. Bu butni yasagandan keyin Samudlar bir butxona yasagan. Vaddat, Jaddat, Had, Shamis, Manop, Manot, Lat deganda ko'plagan butlarni yasab, ularga cho'qinishga boshlagan. Bu vaqtda Solih alayhissalom qavmning ichida edi. Tijorat bilan shug'ullanib, o'z kuchiga tayinib turmush kechiratdi. Solih alayhissalom haqiqatan hurmatga sazovar bir inson edi. Qavmi uni rostchilligi, yaxshiligi va qobiliyati tufaylidan yaxshi ko'ratdi. Kelgusi uchun uningdan ko'p umid bor edi. Hatto uni o'zi uchun bir hukmdor qilib tayinlash niyatimi bor edi. Lekin Alloh taolo Solih alayhissalomga payg'ambarlik ato qildi. Tabliğ qilishga boshlashi. Solih alayhissalom 40 yoshiga kelgan vaqtda Jibril alayhissalom uningga payg'ambarlikni elib keldi. Solih alayhissalom tortindi. Hazrati Jibril: "Ey Solih, qavmingni tavhidga da'vat qil", dedi. Orqasidan: "Ey Solih, sen Nuh va Hud zamonida bo'lmagan ahvollarni ko'rsan", deb osmonga ko'tarildi. Shuningdan keyin Solih alayhissalom avval qavmining raisi bo'lgan Jandanning yoniga berib, uni iymon etishga da'vat qildi. Janda bu da'vatga insof bilan muvofiq javob berib, "Buni qavmga aytay", dedi. Shuningdan keyin Janda qavmini yig'ib, ularga Solih alayhissalomning payg'ambarligini va tavhidni bayon qildi. Qavmi: "Ey Janda, kelib o'z so'zisin", dedi. Buningga asosan Solih alayhissalom kelib tabliğ qildi. Alloh taolo Hazrati Solihning qavmi haqida mundoq dedi: "Samudga ularning qarindishi Solihni, ya'ni payg'ambar qilib avatdiq. U aytdi: Ey qavmim, Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga
Allohdan boshqa hech ma'bud, ya'ni barhaq yo'qdir. U sizlarni zimindan, ya'ni tuproqdan yaratdi. Sizlarni ziminda turg'izdi. Allohdan mag'firat tilanglar. Ondan uningga tavba qilinglar. Parvardigorim haqiqatan yaqindir. Ya'ni duoni ijobat qilg'uchidir. Shura surasida mavzu bilan munosabatlik muni oyatlar bor. Samud xalqi payg'ambarlarni inkor qildi. O'z vaqtida ularga qarindishi Solih aytdi: "Allohdan qo'rqmamsizlar? Men haqiqatan sizlarga sodiq payg'ambarman. Sizlar Allohdan qo'rqinglar. Menga e'tiqod qilinglar. Tabliğ qilganligimga sizlardan hech qanday haq talab qilmayman. Uni faqat olamlarning parvardigoridan tilayman." Solih alayhissalom da'vatni oshkora ilib berishga boshlagandan keyin qavmining uning bo'lgan pozitsiyasi shu hamon o'zgardi. Qavmi uningga qarshi saf tutishga boshladi. Burunqi payg'ambarlarda bo'lganidek Solih alayhissalomning da'vatini intayin az bir qism kishilar qabul qilib, ko'pinchisi qabul qilmadi. Ular: "Ey Solih, buningdan burun sen aramizda umid qilinadigan kishi eding. Ya'ni bu so'zni aytishdan burun aramizda cho'ng odam bo'lib qolishingni umid qilatdik. Bizni ota-bobolarimiz ibodat qilib kelgan butlarga ibodat qilishdan to'samsan, shak shubhisizki, haqiqatan biz sen da'vat qilgan ishga zo'r gumondamiz", deyishdi. Solih aytdi: "Ey qavmim, aytinglar-chu, agar men Parvardigorim tarafidan nozil bo'lgan aniq dalilga asoslansam va uning rahmati, ya'ni payg'ambarligiga sazovor bo'lsam, shundoq turxluq Allohga qarshilik qilsam, Allohning azobidan meni kim qutqizadi? Meni o'zinglarga agishishga da'vat qilish bilan menga faqat ziyondan boshqasini ziyoda qilolmaysizlar." Solih aytdi: "Ey qavmim, sizlar nimishqa rahmatdan burun azobning kelishini tilaysizlar? Sizlar rahmatga erishishinglar uchun nimishqa Allohdan mag'firat talab qilolmaysizlar?" Solih alayhissalomning bu hikmat va haqiqat bilan to'lib toshgan nasihatlarini anglagan bo'lsa-mu, qavmi uni sehrlangan bir yolg'onchi deb badbaxtlik bilan aybladi. Ular aytdi: "Sen haqiqatan sehr qilganlardansan." Keyin o'zaro mundoq deyishdi. Ular aytdi: "Aramizdagi, ya'ni bizga o'xshash bir odamga agishamdiq. Unda qilsak, u chaqda biz haqiqatan gumrohlikqa va saronglikqa mubtalo bo'lamiz." So'zlarini davomlashtirib, aramizdan uningga vahiy nozil qilindimi? Hargiz undaq emas. U yolg'onchidir, mutakabbirdir. Samud qavmining bu jaholat bilan to'shqan ayblishiga Alloh taolo tahdid bilan mundoq javob berdi. Ular ata, ya'ni oxiratda kimning yolg'onchi, mutakabbir ekanligini biladi. Alloh aytdi: "Ular uzunga qolmay, kofir bo'lganliklariga nadomat chekidi." Solih alayhissalom sabrchan bo'lib, har zamon umidvor edi. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, haqiqatdan yuz o'rgan qavmini butlardan yiroqlashtirishga tirishib, ularga nasihat qilishni davomlashtirdi. Sizlar bu yerda bog'chilardan, buloqlardan, ziroatlardan, yumshoq pishgan xurmalardan bahramon bo'lib, xotirjam holda davomli qolamiz deb o'ylamsizlar? Xo'shal holda tog'larni teshib uy yasamsizlar? Allohdan qo'rqinglar. Menga itoat qilinglar. Zimindan buzg'unchilik qiladigan, isloh qilinmaydigan haddidan oshquchilarning amriga itoat qilmanglar. Samud qavmi Solih alayhissalomni to'sab bo'lolmaydiganligini bilib, uning bilan hapalashishdan voz kechib, Solih alayhissalomga ergashgan mu'minlarni yo'ldan chiqarishga kirishdi. Alloh elchisini yolg'iz qo'yishni o'ylab, mu'minlarga: "Sizlar Solihni uning Parvardigori tarafidan avatilgan payg'ambar deb bilamsizlar? U haqiqiy iymonning lazzatini tetigan insonlar bo'lsa, biz uning payg'ambarligiga albatta ishonamiz." Hech bir shakka yer qo'ymagan bu haqiqiy iymon oldida Samud qavmining inkorchilari hayron qoldi. "Sizlar ishonganga biz hargiz ishonmaymiz", dedi. Deb ozg'unlik patqiqidan chiqolmaslik uchun ching turdi.
Bu inkarchilar Solih alayhissalomni buzg'unchilik bilan tuhmat chaplab, xalqni inkor qilishga zo'rladi. Iymon etishga hech yaqin kelmagan Samud qavmi Solih alayhissalomga o'z aqlicha ba'zi sabablar ilgari surdi. Sening niyating bizning mollarimizga ega bo'lib, mollarimizni qo'limizdan elish va bizga boshliq bo'lishdan iborat, dedi. Keynidan mantiq yurgizib, bizning butlarimiz bor. Biz endi ko'ringanlarni tashlab, ko'rinmagan Allohga ibodat qilamdiq, deyishdi. Ondan so'zini mundaq davomlashtirdi. Ko'rilmagan Alloh seni qandoq payg'ambar qilgandi? Agar so'zing to'g'ri bo'lsa, bizga hech kim qilolmaydigan bir ish qil. Sen faqat bizga o'xshash bir insonsan. Agar sen rostchillardan bo'lsang, biror mo'jiz keltirib boqqin. To'ga mo'jizasi. Solih alayhissalom qavmining jaholat va g'aflati uchun intayin ko'ngli yerim bo'ldi. Bir muddat ularni tark etib, ularning orasidan ayrildi. Qaytishida Alloh taolo uning qavmiga Solih alayhissalomning payg'ambarlik hayvitini ko'rsatdi. Qavmi uning bu hayvitidan qo'rqdi. Solih alayhissalom qavmining raisining yoniga bordi. Janda, rost so'zlagan bo'lsa, sendan imtihon olamiz, dedi. Al-Kotiba deb tonilgan bir xodi tosh bor edi. Janda bu toshni maqsad qilib mundaq dedi. Sen bilan billa u yerga boramiz. Sening ilohing u xodi toshdan tug'ish oldida bo'lgan bir qizil kishi to'ga chiqarsin. Bolasining rangimi onasinikiga o'xshash bo'lsin. Qavmimi izohlagan holda suti yozda iliman, qishda issiq bo'lsin. Bu sutdan ichgan har kasal shifo topsin. Yo'qsul birisi ichsa, yo'qsullikdan qutulsin, dedi. U davrda bu qavm uchun eng qimmatli narsa qizil ranglik to'gi edi. Bu sababdan Solih alayhissalomning qavmi xoditoshdan qizil ranglik bir to'gi chiqarishni talab qildi. Butun Samud qavmi yig'ildi. Solih alayhissalom namozga turib Alloh taologa iltijo qildi. Xoditosh cho'ng'ishga boshildi. Sanjiq ovozlar chiqdi va ichidan qizil ranglik bir to'ga Allohdan boshqa iloh yo'qdir. Solih alayhissalom Allohning payg'ambaridir, dedi. Janda Solih alayhissalomni peshonasidan so'ydi. 100 kishi bilan billa tavhid aqidasiga kirdi. Qavmiga mundaq xitob qildi. Ey qavmim, bu qarg'uliq yetar. Men o'zidan boshqa hech bir ma'bud bo'lmagan, tangdishi va o'xshishi bo'lmagan Allohga va uning payg'ambari Hazrati Solihga iymon etdim. Butxonaning raisi. Sehri bir narsaga nimishqa mundaq tez mayl bo'lib ketsizlar. Men sizlarga buningdan cho'ngini ko'rsataman, dedi. Buning bilan jandaning qarindishi va yangi iymon etish uchun tayyorlanayotganlarning qalbidagi mayillikni o'zgartirdi. Jandaning tojini elib qarindishining beshiga kaydirib, buningdan keyingi raisimiz sen bo'lasan, dedi. Janda uyga qaytdi va u yerdagi butun butlarni chiqib tashildi. O'ziga oid bo'lgan mollarini tavhid aqidasini qabul qilgan mu'minlarga taqsim qilib berdi. Kona va purdishib ketgan bir kiyim kiydi. U tavhidni tabliq qilishga boshildi. Solih alayhissalomning bosh yordamchilaridan birisi bo'ldi. Iymonsiz butparastlar jandaga: "Isit sana, senmi Solihning sehriga aldanding", deyishdi. Janda ularning deganlariga parvo qilmay, Solih alayhissalomning yenidan ayrilmadi. Alloh taolo Solih alayhissalomga mundaq dedi: "Biz haqiqatan sinash uchun ularga kishi to'gin avatimiz. Ey Solih, ularning nima qilarini kutgin. Ularning aziyatlariga sabr qilgin." Solih alayhissalom ilohiy vahiy bilan tugisi uchun bir qoida qo'ydi. Ey qavmim, bu Alloh, ya'ni bevosita yaratgan shishto'ga sizlarga mening mo'jizamdir. Uni Allohning ziminiga qo'yib etinglar. Ixtiyoriy o'tilsin. Uningga ziyon zahmat yetkazmanglar. Bo'lmasa sizlarni pat keladigan azob halok qiladi. Solih aytdi: Bu shishto'ga suyunglardan bir kun ichidi. Sizlarmi muayyan bir kun ichisizlar. Uningga yomonlik qilmanglar.
Bo'lmasa sizlar buyuk kunning azobiga duchor bo'lasizlar. Töge balası bilan birga o'tlab Allohga tasbih aytadi. Boshqa hayvonlar uning hayvatidan qo'rqib qochadi. Töge hol tili bilan kim sut xolasa kelib olsin deydi. Samutlarmi kelib qochilarini to'ldirib ketadi. Töge suv ichganda tasbihga davom qiladi. Sutni ichgan mu'minlar shifo topadi. Tuzkorluq. Bu ulug' mo'jiza oldida ojizligidan qattiq g'azablangan iymonsizlar tögini o'ldirish niyatiga keldi. Lekin buning orqasidan ilohiy bir azobning kelishidan qo'rqdi. Shundaqdimi, Samud qavmida ikki ayol chorvalarining ziyonga uchraganligini ilgari surib, bu tögining o'ldirilishi uchun iymonsizlarni qishqirtdi. Bu ikki ayolning birisi bo'lsa, Unayza binti G'anim ismidagi qeyri bir ayol bo'lib, uning go'zal qizlari bor edi. Ikkinchisi bo'lsa, Muayya ismli boy va go'zal bir ayol edi. Bu ikki ayol kofirlardan bu tögini o'ldirishni talab qildi. Chunki ularning chorvalari bor bo'lib, Solih alayhisalomning tögisi suv ichganda ularning chorvalari suv icholmaydi. Hayvonlarning suv ichishi tartib bilan edi. Bir kun töge va bolasi, bir kun boshqa hayvonlar ichatdi. Muhayya tog'isining o'g'li Mistoni chaqirib, bu tugini o'ldirsang, sen bilan to'y qilaman. Har narsam sening bo'lsin, dedi. Mista bu taklifni qabul qildi. O'ziga bir yordamchi lozim edi. Qaytar ismli bir butparasini topdi. Uningga Unayzaning qizlari taklif qilindi. U ichidan birini tanlab, bu qabih ishni qilishga rozi bo'ldi. Bu ikki kishi bir qanchilgan badbaxt kishilarni yiniga elib, 9 kishi bo'ldi. Tögining o'ldirilishi uchun iymonsiz butparastlar orasida fitna tarqitib, ularni qoyil qildi. Alloh taolo bu haqda mundoq dedi. Shaharda, ya'ni Hijriyda, yer yuzida buzg'unchilik qiladigan, isloh qilmaydigan 9 nafar kishi bor edi. Bu 9 kishi yoshirinib yotdi. Mistah o'q etib tugini yarlandirdi. Qaytar va yindikilar tugining ustiga etildi. Ular kishi tugini bo'g'izladi. Parvardigorining amrini tutishdan bosh tortdi. Tugining bolasi qo'rqib taqqa qochdi. Bir rivoyatga qaraganda, unimi bo'g'izlab go'shini yedi. Solih alayhisalom bu xabarni anglab intayin qayg'urdi. Tugining yiniga berib yig'ladi. Qavmining hidoyati uchun duo qilganda, qavmi bo'lsa uningga mundaq xitob qildi. Va Solih, Rasululloh payg'ambarlardan bo'lsang, bizga va'da qilgan azobni keltirib boq, dedi. U, ya'ni ular halok bo'lgandan keyin ularga orqasini qildi va qavmim, sizlarga haqiqatan Parvardigorimning elchiligini yetkazdim. Sizlarga nasihat qildim, lekin sizlar nasihat qilg'uvchilarni yoqtirmadinglar, dedi. Ular aytdi, ya'ni bizga kelgan qahatchilik sening va sen bilan bo'lgan kishilarning shumliqidan keldi. Solih aytdi, sizlarga keladigan yaxshi yomonlik Alloh tarafidan keladi. Balki sizlarni Alloh sinaydi. Solih alayhisalom, faqat sizlar nasihat qilganlarni yaxshi ko'rmaysizlar, deyish orqali qavmiga qo'ydi. Payg'ambar alayhisalommo Badrda o'ldirilib, quduqlarga ko'milgan Qurayshga 3 kundan keyin mundoq degan edi. Qolib, ya'ni quduq ahli, Rabbinglarning sizlarga va'da qilgan narsalarning haqiqat ekanligini ko'rdinglarmi? Shak shubisiz, men Rabbimning menga va'da qilganining haqiqat ekanligini ko'rdim. Yana ularga mundoq dedi. Payg'ambaringlarga bo'lgan muomalanglar nima degan yomon? Bir qism kishilar meni tasdiq qilgan bo'lsa, sizlar meni inkor qildinglar. Bir qism insonlar meni bag'riga bosdi, ammo sizlar meni yurtimdan qo'g'lab chiqardinglar. Bir qism insonlar menga yordam qilsa, sizlar men bilan urushdinglar. Payg'ambaringlarga bo'lgan muomalanglar nima degan yomon? Umar raziyallohu anhu, Allohning elchisi, sesib ketgan so'ngaklarga so'zlayotdingsan, deganda payg'ambar alayhisalom, nafsim ilkida bo'lgan Allohga qasam qilamanki, ularga degan so'zimni ular sizlardanmi yaxshiroq anglaydi. Faqat javob bergidek holda emas,
deb javob bergan. Yana payg'ambar alayhissalom Hijr degan yerdan o'tib ketib etib, mundaq degan: "Mo'jiza talab qilmanglar. Solih alayhissalomning qavmi payg'ambarlardan mo'jiz talab qildi. Talablari o'rindaldi. Ya'ni toshdan to'gi chiqdi. To'ga shu yo'ldan suv kelatdi. Shu yo'ldan qaytatdi. Ular Rabbining amriga qarshi azonliq bilan to'gini bo'g'izladi. To'ga bir kun ularning suyini ichatdi. Ularmi bir kun to'gining sutini ichatdi. Ammo ular u to'gini bo'g'izladi va natijada qattiq ovoz keldi. Alloh taolomo ularni qattiq ovoz bilan halok qildi. Faqat Masjid-i Haramda bo'lgan bir kishi qutulib qoldi. Sahobalar, u o'lmagan kishi kim? "Ey Allohning elchisi" deb so'radi. U Abu Rig'al edi. Haramdan chiqqan zaman qavmining beshiga kelgan musibat uningmi beshiga keldi, dedi. Ozg'un qavmining qo'rqinch ovoz va qattiq yer tavrash bilan halok bo'lishi, Solih alayhissalomning qavmini isloh qilish va ularni ichinishlik ahvoldan qutuldirish uchun ko'rsatgan tirishchanligi bir natija bermadi. Bu osiy qavm payg'ambarni inkor qilishga ching turdi. Buning natijasida ilohiy azobga loyiq bo'ldi. Ularga ilohiy azob kelishdan burun oxirida 3 kun muhlat berildi. Solih aytdi: "Uyinglarda, ya'ni hayotlikdan 3 kun bahramon bo'lib olinglar. Bu va'da yolg'on emas." Rivoyatda aytilishicha, bu 3 kun chorshanba, payshanba va juma kunlari edi. Birinchi kuni yuzlari sapsariq, ikkinchi kuni qip-qizil, uchinchi kuni qop-qora, to'rtinchi kuni bo'lsa halok bo'ladi. U kechining attiginida ajoyib voqealar yuz berdi. To'gining dastigan yerlaridan qon etilib chiqdi. Yopurmoqlar qizardi. Quduq suvlari qonga bo'yilib, badbaxt qavmning yuzlari sapsariq bo'ldi. Tugini o'ltirgan 9 kishi: "Solih bizga sehr qilyotdi. Uni va oilasini o'ltirayli", dedi. Ularning bu ahvolini Qur'onda mundaq bayon qiladi. Ular: "O'zaro Alloh bilan qasam qilinglar", dedi. Ular aytdi: "Bir kechida Solihni va uning tavalarini cho'qim o'ltirayli. Ondan cho'qim uning, ya'ni ularning egisiga. U o'ltirilgan chaqda biz ustida emas edik. Biz haqiqatan rostchilmiz", deyli. Solih alayhissalomga mushriklarning bu hiyla-mekri xabar qilindi. Solih alayhissalom oilasi va mu'minlarni yiniga elib, bu shahardan chiqib ketdi. Buning bilan hijrat voqeasi maydonga keldi. Bu 9 nafar ozg'un planlarini amalga oshirish uchun kechasi Solih alayhissalomning uyiga qarab yugurdi. Uyiga borganda uyning ichida hech kim yo'q edi. Ular buningdan hayron qoldi. Bu vaqtda Jibril alayhissalom Allohning amri bilan ularni toshlar bilan urib o'ldirdi. Alloh taolo bu voqeani mundaq bayon qiladi. Ular, ya'ni Solihga qarshi suiqasd planladi. Ularni, ya'ni ularning halok bo'lishini tezlatish uchun, suiqasdi uchun tuyuqsiz jazoladik. Ularga qattiq azob yuzlandida, ular uylarida o'ltirgan peti qetib qoldi. Solih alayhissalomni inkor qilganlarning birsimi saq qolmay, shahar xarobalikqa aylandi. Solih alayhissalom va uningga iymon etganlar, ya'ni taxminan 4000 kishi u shaharni tark etdi. Oyatda bu voqea mundaq bayon qilinadi: "Bizning, ya'ni azob qilish amrimiz kelganda, Solihni va uning bilan birga iymon etganlarni rahmatimiz bilan shu kunning sharmandachiligidan qutqizdik. Parvardigoring haqiqatan kuchlidir, g'olibdir. Solih bilan iymon etgan va taqvodorlik qilganlarni azobdan qutqizdik." Mu'minlar shaharni tark etgandan keyin 2-chi kuni inkorchilarning yuzlari qip-qizil bo'ldi. 3-chi kuni bo'lsa qop-qaraga aylanib, azob qaysi tarafdan kela deb andisha qilishib atrofga qarashgan. Alloh taolo Jibril alayhissalomga ularning baxtangan va mahkam puxta solgan binolarini ostin-ustin qilib o'tishga buyurdi. Zolim qavmning yurt makonlari
yer bilan yakson bo'ldi. Oyatda mundaq deydi: ular zulm qilganliklari uchun ana ularning o'ylari, ya'ni odamzoddan xoli bo'lib qoldi. Allohning, ya'ni qudratini biladigan qavm uchun buningda cho'ng ibrat bor. Samud qavmiga shundoq bir ovoz keldiki, Faxiraddin Rozining deyishicha, bu ovozning qattiqligidan hammasining o'tlari yerilib halok bo'ldi. Ularning bu ahvoli Qur'onda mundaq bayon qilinadi: ular haqliq ravishda qattiq ovoz bilan halok bo'ldi. Ularni biz lo'ja qilib etdik. Zolim qavm Allohning rahmatidan yiroq bo'lsin. Zolimlarga qattiq ovoz yuzlandi da ular uylarida o'ltirgan peti qetib qoldi. Samud qavmi mol dunyosi va mahkam salgan binolarga ishinib qutuldiganligini xomxiyol qilishgan edi. Lekin ilohiy azob oldida bu xomxiyoli hech foyda bermadi. Lekin qattiq cho'qon saharda ularni halok qildi. Ularning qilgan amgaklari o'zlariga asqatmadi. Ya'ni ularning salgan binolari ularni Allohning azobidan saqlab qololmadi. Samud qavmi o'zidan burunqi halok bo'lgan qavmlardan ibrat olmaganligi uchun ulardan keyingi qavmlarga ibrat bo'ldi. Ularga azob tushdi. Buningda albatta cho'ng ibrat bor. Ularning to'lisi iymon etquchi bo'lmadi. Sening Parvardigoring haqiqatan nihoyat g'olibdir, nihoyat mehribondir. Tafsirlarda aytilishicha, bir qism qavmlar qattiq ovoz bilan halok qilingan. Solih alayhissalomning qavmi Samud bulardan biridir. Shuningdek, ostidan kelgan bir ovoz bilan ilohiy g'azabga duchor bo'lgan. Yana bir qavm bo'lsa, Shuayn alayhissalomning qavmidir. Ular yuqoridan kelgan bir ovoz bilan halok bo'ldi. Boshqa bir qavm bo'lsa, Yosin surasida bayon qilingan. Payg'ambarlarga iymon etmagan ashabu qarayyadir. Qur'on Karimda qiyomatning bir ovoz bilan maydonga keladiganligi aytilgan bo'lib, yuqorida o'tgan qavmlarning halok bo'lishi qiyomatdan bir manzarini eslatadi. Solih alayhissalom qavmining halokatidan keyin o'ziga iymon etganlarga mundaq dedi: "Ey qavmim, shak shubsizki bu yer xalqqa Allohdan azob kelgan yerdir. Bu yerdan darhol ko'chib ketinglar va Allohning haramiga berib omonlikqa erishinglar. Shuning bilan ilohiy azobdan qutulgan mu'minlar ihromlarini kiyib, mol chorvalarini elib, yo'l bo'yi takbir aytib Makkaga yetib keldi." Mu'minlar bir muddatdan keyin u xarobalikqa aylanib ketgan shaharga keldi. Ozg'unliq va inkorning ichinishlik oqibatini ko'zlari bilan ko'rib, iymon etganlari uchun ko'p shukr qilishdi. Solih alayhissalom mu'minlar bilan billa takror hijrat qilgan shaharga qaytib, hayotining oxirigacha u yerda qoldi. Samud qavmining halok bo'lishining sabablari: birinchi, kufrda ching turib, payg'ambarlarni masxara qilgan. Ikkinchi, hakovorligidan ozg'un nafsiga agashgan. Uchinchi, shaxsiy qarashini diniy qarashdan ustun tutib, payg'ambarlarning da'vatiga quloq bermagan. To'rtinchi, nasihat anglamagan. Beshinchi, tugini o'ltirgan 9 kishi bilan birga bo'lgan. Oltinchi, fitna fasodchi ayollarning so'zlariga agashgan. Qitor va Mista bilan birlikda Unayza va Muhayyaning amri ostiga kirgan. Fasodchi ayollarga bo'lgan bu tushkunligi ularni zalolatga ilib borgan. 7. Yaxshi kishilarga dushmanlik qilgan. Solih alayhissalomga "Sen payg'ambar bo'lishdan burun beshimizga mundaq ofatlar kelmagan edi" degan. 8. Mol dunyoga aldanib ketgan. 9. Ahdini buzgan. Chunki to'gi mo'jizasini talab qilib iymon etadiganligiga va'da bergan. 10. Omonatga xiyonat qilgan. Allohning ulug' bir omonati bo'lgan to'gini va'dasiga xilof holda o'ltirgan. 11. Gunohkor kishilarning yomon ishlariga rozi bo'lgan. To'gini 9 kishi o'ltirgan. Boshqalari uningga qarab turgan. 12. To'yga hech kimning ilkida bo'lmasdan vaqf miliga o'xshash edi. Suti bir sabilga o'xshaydi. Egisi
Allah Taala edi. Lekin ular tөгini o'ldirib, kechirgisiz gunoh ishlagan. 13. 9 kishining fitna fasadlari intayin ko'payib, boshqalarining mollarini bulab, o'zining qilib olgan. Boshqalarining haq huquqini dafsanda qilgan.